Mursalat suresi Mekke'de nazil bolgan cami 50 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Arqı-marqı çıqıcı lerzan şamallar bilen qasamki, qattiq çıqıcı boranlar bilen qasamki, bulutlarni Allah xalığan taraflarga tarqatquchi şamallar bilen qasamki, haq bilen batılның, aram bilen halalның arasını ayırğuchi periştiler bilen qasamki, bendilerge özürü qaldırmaslık yoki Allah'ның azabıdan agahlandırış üçün ve yeni peygamberlerge ilip düşküçe periştiler bilen qasamki, sizler agahlandırılgan iş, yani kıyamet, hisap ve caza çokum meydanga kelgüçüdür. Yıldızlarının nuru öçürülgen çağda, asman yerilgan çağda, tağlar titilip şamalda uçup yürgen zerrilerdek uçup yürgen çağda, peygamberlerge ular bilen ümmetleri arasında hüküm çıkarılışqa vakit belgilengen çağda vədi kılıngan kıyamet meydanaga kelidi. Peygamberlerinin kavimleriga ait işler qaysı büyük günge kechiktirildi. Xaloyiqning arasida hüküm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Hüküm chiqariladigan kunning nimaligini, ya'ni uning dahshatini qandoq bilalaysan? Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Payg'ambarlarni inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi? Ondan ularga agashtirib, keyingilarni halok qildik. Gunohkorlarni mushundoq qilamiz, ya'ni jazolaymiz. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Sizlarni biz ojiz ma'nidan yaratmadikmi? Uni biz ma'lum vaqtgacha, ya'ni tug'ilg'icha puxta aramgoh, ya'ni bachidanda qildik. Biz uni obi mandan yaratishga qodir bo'ldik. Biz uni eng chiroyli shaklda yaratishga nima degan yaxshi qodir bo'lg'uchimiz. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Zaminni biz o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladigan qilmadikmi? Biz zaminga igiz tog'larni o'rnatdik. Sizlarni tatliq suv bilan sug'ardik. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Ularga do'zax muakkallari, sizlar dunyodagi cheg'inglarda inkor qilgan do'zax azobiga beringlar. 3 shoxliq soyaga beringlar deydi. O soya jahannamning tutuni bo'lib, kishini sagidatmaydi. Jahannamning yalqunini to'smaydi. O yalqun qasrdek cho'ng ushqunlarni chiqaradi. O ushqunlar qora seriq to'gilarga o'xshaydi. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Bu kunda ular so'z qilolmaydi. Ularning o'zlari aytishiga izni berilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Bu xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kundir. U kunda sizlarni va avvalqilarni, ya'ni o'tganki ummatlarni aranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz. Agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa, chora qilib beqinglar. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. Şübhisizki taqvodorlar soyilardan, buloqlardan va ko'ngli tortgan mevlardan bahramand bo'ladi. Ularga dunyoda qilgan yaxshi amalinglar uchun xo'shal-xo'ram yanglar va ishchinglar deyiladi. Şübhisizki biz yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Kufarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramand bo'linglar. Shubhisizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Ularga ruku qilinglar deyilsa, ular ruku qilmaydi. Bu kunda u kunni inkor qilguvchilarga voy. Ular şanlıq dəlillərini öz içiga alğan pasaət, balağətdə ən yuqarı bolğan bu Qur'anğa işənməsə, başqa qaysı sözgə işinidir.